Uy sharoitida yuzni parvarish qilish. Hozirgi kunda juda ham trendga aylangan uy sharoitida serumlar qilishadi yoki internetda juda ham mashhur bo'lgan lifehacklardan olingan mahsulotlardan foydalanishadi. Bular umuman foyda bermaydi. Sizlar uchun haqiqiy foyda beradigan 7 ta rutina haqida ma'lumot beraman. Birinchi bo'lib, yuzimizni qo'l bilan kamroq ushlash. Ya'ni yuz ko'chada har xil holatlarda yurganimizda toza qo'l bo'lmaydi albatta, chunki bakteriyalarga to'la ko'chadagi iflosliklar yoki rullar hamma yon ushlab yuramiz. Ular albatta bakteriyalarni yuzimizga juda ham tez kirishi va undan keyingi toshmalar yuzimizdagi bakteriyalarga sabab bo'lishi mumkin. Ikkinchisi bo'lsa bu yuzimizni yuvish. Yuz yuvish bu ikki mahal kerak bo'lgan protseduralardan bittasi hisoblanadi. Yuzimizni maxsus penkalar orqali, yuzimizga tushadigan penkalar orqali tozalashimiz shart. Buni har kuni 2 mahal qilamiz, ertalab va kechqurun. Va uchinchisi esa bu yuzni eksfoliatsiya qilish, ya'ni chuqur tozalash. Biz yuzimizni oldin penkada tozalab olamiz, ya'ni maxsus sovunlarda, undan keyingisi eksfoliatsiya qilamiz. Eksfoliatsiya degani bizni yuzimizni chuqur tozalash, ya'ni o'lik hujayralarni xalos qilish. Biz eksfoliatsiya qilganimizdan keyin terimiz yengillanadi va juda ham chiroyli keyingi bosqichdagi jarayonlar va juda ham singishi tez bo'ladi. Yuzimizga serumlar, kremlar juda ham yaxshi singiydi. Bu ham 3-chi eng muhim omillardan hisoblanadi. Va undan keyingi omil esa yuzlarimizga toner ishlatishimiz shart. Chunki ishlatilgan tonerimiz bizning yuzimizdagi pH balansini to'g'rilab beradi. Tonerlar hamma yuzga har xil tanlanadi, chunki yog'liq va quruq terilar bor. Shunga qarab tonerlar tanlanadi. Undan keyingi bosqichimiz esa serumlar. Serumlar ham juda ham har xil bo'lishi mumkin. Masalan, vitamin C ishlatsak, bizning yuzimizda yorqin va glow effekt olamiz. Bu degani yuzimizda yaltiroqlik beradi, antioksidant bo'lib rol o'ynaydi. Bu ham eng muhim omillardan biri. Va albatta serumlarni yuzimizning turiga qarab tanlanadi. Serumlardan keyin esa yuzimizning holatiga qarab, yuzimizni qanday faktor, ya'ni yuzimiz quruq yoki yog'liqligiga qarab albatta kremlar tanlashimiz shart bo'ladi. Bunday holatlarda yuzimizga quruq yuzlar uchun albatta chuqur oziqlantiruvchi kremlar, yog'liq yuzlarimiz uchun albatta namlantiruvchi kremlarni tavsiya etamiz va bu oxirgi faktorlardan biri namlangan yoki oziqlangan teriga albatta SPF surishimiz shart. Buni bilasizlar, ancha bizni quyosh nuridan saqlab beradi va bizning qarishimizni oldini oladi. Eng asosiy faktorlardan biri bu SPFlar hisoblanadi. Va oxirgi 7-chi faktorimiz esa bu oziqlanishimiz. Yuzimizni tashqi ko'rinishi faqatgina krem yoki serumlarga bog'liq emas, ichimizdagi organizmni vitaminlarga ham bog'liq. Shuning uchun biz oziqlanganimizda asosan oqsillar, vitaminlar, masalan, feritin, ya'ni temir yetishmaganda bizning yuzimizda immunitet juda ham tushib ketadi va yuzimizda toshmalar bo'lishi mumkin, soch to'kilishi bo'lishi mumkin. Shuning uchun birinchi navbatda ovqatlanishning rejimiga ham ahamiyat berishimiz shart. Oqsil va vitaminlardan bo'lgan oziqlardan foydalansak, bizning yuzimiz sog'lom va ajinsiz va yosh ko'rinishga ega bo'ladi. Mana shu 7 qadam sizning teringizga toza teri va joziba baxsh etadi. Mana shunday chiroyli ma'lumotlarni olish uchun bizga obuna bo'ling.